Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan hamdamdagi Zufarmax va Zufarmax Squad bo'lyapti. Do'stlar, bugungi videomiz obloshkasidan ko'rib turganlaringdek, bugun men sizlarga qanday qilib tekinga almaz olishni o'rgataman. Ya'ni xohlaganinglarcha almaz olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar 100 ta almaz, xohlasanglar 1000 ta almaz, xohlasanglar 10 ming ta almaz. Uni chegarasi yo'q, tushunasizlar? Vashi chegarasi yo'q. Qanday qilib desam, hozirlarga shu narsani o'rgataman. Bu narsa любой davlatda ishlaydi, ya'ni любой nomerga ishlaydi. Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya, O'zbekiston farqi yo'q. Любой davlatga ishlaydi. Hozir qanday qilishni o'rgataman sizlarga. Qani bo'lsa sekin-sekin men boshlaymiz. Men telefonimni hozir zapisini yoqaman va o'rgataman sizlarga. Faqat har doim shartlarni to'g'ri bajarishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda bu bot qattiq topsangiz bo'ladi desanglar, bu botimizni olamiz-da, mana bu Zufarmax Telegram kanalidan topamiz. Zufarmax Telegram kanalini hech qachon adashtirib qo'ymanglar. Hozir kommentariyaga yoki ekranda chiqaraman, ko'rib turganingiz Zufarmax adashib ketmanglar. O'sha Zufarmax Telegram kanaliga kirasa, kirgan paytinglarda tekin almaz bot deb yozib qo'yganmiz, o'zi tashab qo'yganmiz. Zakreplonni kommentarida qarasanglar, turibdi zakreplonida. Xo'p, bundan keyin biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda hozir ko'raylik, almazlar tashab berilganmi yoki yo'qmi. Xo'p, mana bu yerda ko'rganlaringizda pul yechib olmoqchi, ya'ni foydalanuvchi pul yechib olish degani o'sha almaz. Almazni yechib olishga zaявка topshirgan. Zaявкасini ko'rib chiqilgan, zaявкасы pullarni yechib olish haqida arizasi qabul qilindi, ya'ni arizasi qabul qilingan va almazlar tashlab berilgan. Mana ko'rayotganlaringdek, 3-rasmimizda Zufarmax admin yozyapti o'sha bolaga almazini tashab beryapti, skrinshotlar bilan hammasini. Aytmoqchiman, bot 100% to'laydi va ishlaydi. Agar sizlar ham shunaqa almaz olmoqchi bo'lsanglar, bemalol o'tib ishlashni boshlashingiz mumkin. Xo'p, endi qanday almaz ishlaymiz desanglar, xo'p, silkasi bo'yicha kiramiz, tekinga almaz bot. Xo'p, nachat tugmasini bosamiz, ya'ni start tugmasini bosganimizdan keyin bu yerda bizda nima chiqib kelyapti? Shartlar, almaz olish. Bizga hozir birinchi o'rinda shartlar tugmasi kerak, chunki shartlar bilan tanishib chiqishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p, botdan foydalanish uchun quyidagi kanallarga obuna bo'ling deyapti. Xo'p, obuna bo'lamiz. Birinchisiga obuna bo'lgan ekanmiz, ya'ni o'zimizning kanalimizga. Xo'p, ikkinchisiga obuna bo'lib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, podpisatsiya tugmasini bosdik va uchinchisiga ham podpisatsiya tugmasini bosdik. Qani endi tekshirib ko'ramiz. Tekshirish knopkasini bosdik. Xo'p, siz asosiy menu deyapti. Menimcha bu tekshiruvdan o'tdi. Xo'p, yana bir marta shartlar ustiga bosamiz. Shartlar ustiga bosgan paytimizda sizga taklif havolangiz deyapti. Ya'ni bizga ссылка beryapti, link beryapti. Buni bizga do'stlarimizga tarqatishimiz kerak bo'lar ekan va ular to'liq ro'yxatga o'tgandan keyin, ya'ni biz hozir bajargan shartlarni bajargandan keyin sizlarga hisobingizga 5 almaz qo'shiladi. Ya'ni 5 almazdan qo'shilib boraveradi har bitta chaqirgan do'stlarga, ya'ni shartni bajargan do'stlarga 5 almazdan qo'shiladi va eng kami almaz yechib olish uchun 100 almaz bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni sizlar yig'ishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz buni nima qilamiz? Ulashish tugmasini bosib, o'zimizning kontaktlarimizga jo'natib qo'yamiz. Mana jo'natib qo'ydik va ular ro'yxatdan o'tgandan keyin bizga almaz beradi. Xo'p, almazlarni qanday yechib olamiz? Almazni ishlagan almazlarim degan knopkani bosamiz. Bu yerda bizning almazimizni ko'rsatadi. Hozircha bizda asosiy balansimiz 0 turibdi. Men sizlarga hozir ikkinchi akkauntimga o'tkazaman va ko'rsataman. Yo'qda men ishlaganim bor. Bu sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun ko'rsatdim. Xo'p, va almazni olish degan knopka bor. Hozir biz almazni ola olmaymiz, chunki bizda hozircha almaz yo'q. Hozir men sizlarga ikkinchi profilimdan ko'rsataman nima bo'lishini. Xo'p, do'stlar, mana ko'rayotganlaringdek, men hisobingizga 5 almaz qo'shildi deyapti. Ya'ni men chaqirgan odam, men silkani jo'natgan odam kiryapti, start tugmasini bosib, to'liq shartlarni bajaryapti va menga 5 almaz qo'shilyapti shotimga. Xo'p, men endi ishlagan almazlarim knopkasini bosaman. U yoqda nima bo'ladi? Mana ko'rayotganlaringdek, asosiy balansingiz deyapti. 285 almazimiz bor ekan ko'rayotganlaringdek. Takliflaringiz soni 100 ta, o'shalardan qanchadiri shartlarni bajargan, qanchadiri bajarmagan. 20 tasi shart bajarsa, уже сразу sizlarga 100 almaz olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi almazni olish knopkasini bosamiz. Almazlarimizni olish. Quyidagi to'lov tizimlarining birini tanlang. Free Fire. So, Free Fire ID raqamingizni yuboring deyapti. Ko'rdinglarmi, qaranglar. ID raqamimizni yuboramiz va ishlagan almazlarni yechib olamiz. Xo'p, ishlagan almazlarni, yechilganlarni hozir isbotlarini ko'rsataman sizlarga. Boshda ham ko'rsatdim, hozir ham ko'rsataman. Mana ko'rayotganlaringdek, Zufarmax kanaliga isbot tashalgan, boya videoni boshda ham ko'rsatdim, chunki bu birinchi odam, ya'ni botimizdan birinchi almaz yechib olgan odam bo'lyapti. Xo'p, ko'rayotganlaringdek, ID'sini tashlagan, nickini tashlagan, almazi tushgan. Xuddi shunday, agar sizlar ham almaz ishlamoqchi bo'lsanglar, Zufarmax kanaliga obuna bo'linglar. O'sha yerda bot silkasi bor. Bemalol almazlarni yechib olsanglar bo'ladi. Yaqinda
shunaqa narsa qilamizki, almazlarni pulini karta raqamingizga ham chiqara olsangiz bo'ladi. Shunaqa narsa chiqaramiz. Xo'p, menimcha video tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan hamda bo'ldik Zufarmax va Zufarmax squad bo'ldi. Silkalarni, hamma kerakli silkalarni kommentariyada qoldiraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan hamda bo'ldik Zufarmax bo'ldi. Joyingiz sog' bo'lsin. Almazdan ishlashni unutmaymiz, bo'ldi.